Ona tili va adabiyot fanidan milliy sertifikat 33, 34 va 35 savollarni ishlashni o'rganamiz. Demak, 33 savol, 34 va 35 savollarda mana 6 ta variant berilgan. Shu 6 ta variantdan uchalasini mana 3 ta savolga joylashtirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, 33 muallim aytdi: Oliyjanob inson adolatni anglaydi. Avom odamchi faqat foydani anglaydi bo'ladi-da. Demak, anglaydi, ya'ni kesim tushib qolganligi uchun bu to'liqsiz gap bo'ladi va 33-savolga C javob. Xo'p, 34-savol. Tog'ay Murod. Bu nom qulog'imga chalinsa, ko'z oldimda Surxonning asl farzandi, jaydari va xokisor inson gavdalanadi. Demak, bunda Tog'ay Murod so'zi bu atov gap bo'lib kelgan. Atov gap bu shunday gapki, demak, bo'lib o'tgan voqealarni bir eslab o'tish uchun keltirilgan so'zlar, demak, atov gaplar deyiladi. Va Surxonning jaydari farzandini eslaganda kim esiga keladi? Aynan Tog'ay Murod ismi kelganligi uchun bu atov gap bo'ladi. 35-savol. Muallim so'radi: Sukutda eslab qolish, tinmay o'qish va hormay, tolmay boshqalarni o'qitish, shulardan qaysi biri menda bor? Demak, bu shulardan qaysi biri deganda bu umumlashtiruvchi so'z bo'layapti. Demak, F javob. Umumlashtiruvchi so'z. Shulardan qaysi biri deganda umumlashtiryapti. Uning ichidagi so'zlar esa demak, o'qitish, boshqalarni o'qitish, tinmay o'qish, sukutda eslab qolish. Uchalasini demak oxirida bitta qilib barchasi shulardan qaysisi deb umumlashtirganligi uchun bu umumlashtiruvchi bo'lak bo'ladi.